Assalam aziz qarindoshlar, ekranimizga xush keldinglar. Men Kanadaning Vancouver shahridan Shamshinur Abdurshid. Hammamizning kelayotgan yangi yili muborak bo'lsin. Koni yil bilan birga har xil besimlarni elib kelgan kelishmasliklarga xush deyish nisib bo'lsin. Yangi yil avval salomatlik va haqligi bilan go'zal bo'lsin. Har xil nishonlarda, maqsadlarda tirishayotganlar uchun mo'l husulliq yillarning boshlanishi bo'lsin. Ben bu yıl 5. aydan başlayıp Instagram'da canlı konsert ötküzüp 13 sonne muvaffaqiyatli tamamladım. Sübhatni maqsad qilib, mush sondan başlap YouTube'ga qo'yishni boshladim. Instagram'dagi gul va tashakkurlari bilan san'atkorlarimizga bo'lgan minnatdorligi bilan bizni qo'llab kelayotgan qarindoshlarimizga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Qarindoshlarımızın qo'lidan kelishicha har xil sohada, har turda tirishishi bilan Uyg'urligimizning har bir hujayrasigacha nafas ilib kelayotmoqda. Men buningdan cheksiz suyunaman, shundaqla faxrlanaman. San'atkorlarimizning tug'ma va zo'r tirishchanligi natijasida yaratgan insonlar uchun yuqori energiya bera oladigan mushu go'zal talanti bilan xalqimiz uchun texnik keng doirada xizmat qilish uchun mush sahna yaratildi. Bu suyumlik san'atkorlarimizga mush programmani yoqtirib, suyib ko'rib kelayotgan qarindoshlarimiz nomidan cho'nqur rahmatimni bildiraman. Shundaqla bugungi mush konsertimizning mehmonimi ana shundaq go'zal qalblik, menda bori xalqimning deydigan suyumlik san'atkorlarimizning biri, Amerikada yashayotgan Uyg'ur pianino shohi kelishgan yosh yigitimiz Qaysar Anvar. Undaqda biz Qaysarning bizga kelgan sovg'alari bilan bu yilgi yangi yilni nihoyatda tantanali qizg'in kutib olsak. Undaqsa men Qaysarni ekranimizga chiqdim. Mishel bir chavak. Assalomu alaykum. Allohga salom. Men Qaysar Anvar. Assalom. Ekranimizga xush keldingiz. Yaxshimisiz adam? Xush bulduk. Yaxshi. Bu yerda shunday o'rinlashning o'zi men uchun bir sharaf. Ishqib sizningki shu tepilmas bir fursatni menga o'xshash shunday yosh artistlarimizga mana bugungi kungidek mendek bir artistga shunday fursatni yaratib berganingizning o'zi ishqib butun Uyg'urlar uchun bir savobli bir ish bo'lib hisoblanadi. Shunga sizga bilan bir rahmatimni bildiray. Rahmat. Sevindim fikrim. Hoş buldum, rahmat. Yangi yilni shunday go'zal boshlaydigandek qilamiz. Tirishsaqlar, To'g'ri. Ondaqda Qaysar, sizni butun Uyg'ur millati cheksiz suyimiz, bak yaxshi ko'ramiz. Mana shu fursatni berganingizga men mutlaq o'zimni mushunchalik bir alayda kunda texe. Mush fursatni berganingizga o'zimni cheksiz baxtli his qilyapman. Biz bilan mush ekranda o'tirgan Uyg'ur xalqimizmi menimcha nihoyatda suyunyapti sizdan. Biz sizni tanıymiz demoqchi o'g'lim. Shundaqdimi? Texim yaqindan tanısak o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. O'zimni qisqacha men Amerikaga kelgili 14 yil bo'ldi. 15-yilga qadam qo'yardim. Men 2006-yili yozliq lagerga Uyg'ur musiqa yozliq lagerga kelgan. Kelib vatandagi Tomuris Musaboyev, Svetlana, undan keyin Amerikadan vatanga berib darslarni bergan Richard Mercier qatorliq shu 3 parishtilarim desam bo'ladi. Shular orqali menga yo'l ko'rsatib, o'sha Amerikada o'qishni to'g'ri ko'rgan. Shuning bilan men 2006-yili yozliq lagerga kelib, 2007-yili bir qatim qaytdim. Qaytib, u chog'da o'sha Amerikaningki to'liq o'tira yoki bo'lmasa inglizcha high school deymiz. Mishada high school o'qiyotgan vaqtlarimda bir qatim qaytdim, undan keyin shu vaqtdan beri ta hozirga qadar vatanga qaytib boqmadim. O'zimningki mishada o'zim yolg'iz turib kelayotgan oila yoki urug' tuqqan degandek odamlar yo'q. Ammo mush ko'plagan bir qism Uyg'ur xalqim, masalan sizga o'xshash shunday kishilarningki menga shunday meni unutib qolmay, meni texmo hurmat qilib, texmo ko'tirib shunday qilayotgan Uyg'urlarim xuddi o'zimning oilasidek bo'lib kelyotdi. Shunga hargiz yolg'izlik his qilmadim.
Bu yerda men shu to'liq anikinza bakalavr, andan magistr shu hammasini men shu Amerikada o'qib tugatdim. O'qishlarim muvaffaqiyatli bo'ldi. O'qish puli mukofoti bilan o'qib tugatdim inshaalloh. Meningki eng cho'ng muvaffaqiyatim desam shu Amerikadagi ya'ni butun dunyoda tanilgan Yale University'da magistrlik diplomimni olganligimning o'zi men uchun birdan-bir baxt deb hisoblanadi. Shu yerda meningki to hozirga qadar kichikimdan tortib to hozirga qadar shug'ullanib kelayotgan kasbim piano kasbi. Uningga qo'shimcha men tarix va muzika nazariya qatorida texmo pishib yetilyapman. Yana o'rgangan yo'l uzun. Meningki shu Amerikaga kelganim meningcha bir nima deymiz? Bebaho bir fursatmikin deb o'ylayapman. Afsuski endi bu yerda oila yo'q, oila mehri degandek narsa bir yo'q bo'lganlikdan men o'ylagandim, kasbimga ta'sir qiladimi yoki muzika hissiyot jihatdan yoki tafakkur jihatdan ta'sir qiladimi deb o'ylagandim. Ammo musofir bo'lishning o'zi san'atkor uchun ham yaxshi emaski bo'lar ekan, lekin shu negativ energiyalarni pozitiv energiyaga aylantirib o'sha yerda yashab kelyapman. Mening shu qisqacha tushuntirilish shunday bo'lsin, qolgan savollarni sizga qo'yib qo'yay. Ko'p rahmat. Shundoqqa san'atkorlarimiz bilan shundoq suyimlik yuqori energiya, yaxshi bo'lgan energiya taqitimiz deb hayoti bo'yicha zo'r bedellarni to'laydi, Qaysarga o'xshash. Cho'ng qurbonliklarni berdi, cheksiz ajr qildi. Men shu munosabat bilan yana butun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan, mayli yanada oilasi bo'lsin, yoki bo'lmasa hozir Qaysar degandek oilasi yo'q, yolg'iz bo'lsin. Bugungi mush konsertimizda biz bir oila. Hech kim yolg'iz emas, biz bilan birga bo'lgan bo'lsanglar, Qaysar ikkimizmi shu qarindoshlarimizga bo'lgan mehr-muhabbatimizni ifodalaymiz deb mana bugun ekran oldida sizlar bilan o'tiryapmiz. Undaqda hammalarning shu yangi yilga xushallikni tilab, xushal kiritish uchun qanday qilamiz unda bo'lsa Qaysar? Vaqtimizni boshlaymiz. Unda bo'lsa men boshlayveray konsertni. Shu birinchi bo'lib oldi bilan ustozlarimizga men qisqacha bir rahmat aytay, bo'libmi vatanniki. Bu vatanda shu hozirgacha bizga ulgu bo'lib kelayotgan ustozlarimizning birisi Mahmud Sulaymondir. Afsuski bu yangi yilga kirish bilan birga hargiz vatanimizdagi bunday ulug' ustozimizni unutib qolmaymiz. Ham bularni eslaymiz. Shunga shu fursatdan foydalanib yangi yilga oldi bilan shu ustoz Mahmud Sulaymonni eslab shu ustozningki bir asri Navruz Gulim degan asri bilan konsertni men ochmoqchi. Shunga yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Qizg'in qarshilaymiz. Çaşlarının örümleri tal bulsun benden üçün. Kaşlarının egimleri hilal bulsun ben üçün.
parvoz qilib uchayrasa osmonim tog'ning suydak zilol bo'lsin men uchun. Kirpikingden kanat yasab parvoz qilib uchayrasa osmonim tog'ning suydak hilol bo'lsin men uchun. Bağımdaki güllerge yaşım bilen söz ipey, tağımdaki bürkütlerge yüreğimdi dan itey. Salkın şamal ilip kelgen İdlerini bergin bana, sana aşık yollarımda ümidimni can itey. Salkın şamal ilip kelgen Gidlerimni bergin Allah, sana aşık yollarımda ümidimni can iter. Sana aşık yollarımda ümidimni can iter. Rahmet. Köptün köp rahmet. Bugünkü konsertimizni hammamiz söygen muşu ulug' ustozimiz, san'atkor ustozimizning ketishiga atab aytib boshlab yaxshi qildik. Biz chet eldagi Uyg'urlarimiz nurg'un qarindoshlarimizdan xabardor va xabarsiz ayrilib qoldik. Bu bugungi mushu Mahmud Sulaymon ustoz, marhum ustozimizga atagan naqshimizning ichida bizning butun biz baramay qolgan, xabar topolmay qolgan qarindoshlarimizga cheksiz hurmatimiz, ularga tilagan cheksiz jannatlarimiz bo'lsin. Undaqda qayg'uni yana kuchga aylantiramiz. Yangi yilga yana xushallik bilan kiramiz. Bayram kayfiyati bilan. Qani qaysi undaq bo'lsa yana davomlashtirgan bo'lsangiz, sizni bekan toz charchdingiz. Meningki ikkinchi naqsham o'zimninki ijodiyati. Bu ijodiyatimninki yozg'ili xili uzun bo'lgan, lekin hozir to'g'ri chiqolmaydi. Ammo mushu Shamshunar adamninki mushu konsertga, yangi yillik konsertga meni taklif qilganini anglab, mushu konsertga birinchi bo'lib to'g'ri chiqarishdan burun xalqimga, mushu anglayotgan hozirgi mushu ko'rgan do'stlarga birinchi bo'lib mushu ijodiyatimni live shundoq ko'z oldida aytib huzuriga sunsam qandoq bo'ladi deb o'ylab to'g'ri ko'rdim. Shunga shu naqshini sizlarga o'rinlab bermoqchi. Bu naqshining ismi G'ayratimni sinama dunyo. Bu naqshiningki teksti ham muzikasini birlashtirib ishlash birdan bir japa bo'ldi menga.
Nemişqa deganda yanala aytib kelsam, ustozimiz Mahmud Sulaymon mush apandimninki bir interview, suhbat nimasida deyilgan bir gapi bor. Deydiki, hozirgi zamonimizninki mush muzikantlari, artistlarimiz muzikaga ko'p ahamiyat berdi. Ammo tekstiga ahamiyat berdiganlar bek oz deb mush bir ig'iz gapni qoldirib qo'yib ketgan. Shunlashqa buni cho'nqur o'ylasak, muzika nazariya sifatida o'ylasak, bu haqiqatan to'g'ri. Mencha aytganda, tekstidan ko'proq mush muzikaninki garmoniyasi yoki bo'lmasa harmoniyasi va shundoq o'rinlashtirilishi, qurolmasimi men uchun intayin muhim. Shunga shu Amerikada o'qib kelib, shu yerda bitirib, shu olgan bilimlarim orqali bütün vücudum, kuchim bilan, diqqatim bilan mushu ijodiyatimni yezib sizlarga hozir aytib bermoqchi. Shu sizlarniki yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. G'ayratimni sinma dunyo. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat bo'ldim ukam. Tog' emasman, tog'dek tursam, yiqilman qiyodek aman. Tog' emasman, tog'dek tursam, yiqilman qiyodek aman. Sabr qancha güzel olsun, suyumliktur onundan armağan. Sabır qancha güzel olsun, suyumliktur onundan armağan. Ben unchilab qaysarmu emas, kirpikimde lig'irlaydi yosh. Ben unchilab qaysarmu emas, kirpikimde lig'irlaydi yosh. Sürtüp etip çandırmay yana, birip keldim parçaya erdaş. Birip keldim parçaya erdaş. Ellerimni işleyesin, hem üstüge koşuldu cahan. Ellerimni işleyesin, hem üstüge koşuldu cahan. Sabırın bu çibaresi, gayretimde sınama dünya. Sabrının o çibaresi, gayretimde sınama dünya. Gayretimde sınama dünya. Ölsem fakat tenim kömüler, ölsem anam yaşa kömüler. Ölsem fakat tenim kömüler,
Ölsem anam yaşka kömüler. Atamni aldanlar, oğlum tirikde. Vatanım ağrıda ruhim ömler. Atamni aldanlar, oğlum tirikde. Vatanım ağrıda ruhim ömler. Tağ emasman, tağdek tursammu, yıkılman qiyodek aman. Sabr qancha güzel bo'lsa-mu, suyumlikdir unimdan armon. Suyumlikdir unimdan armon. Suyumlikdir unimdan armon. Rahmat. Rahmat. Oh, siz mute mikrofonunuz takak. Davalaydı, azırak davalaydı. Yürükum ağzımı kilip. Bu ne? Şu yazıştım. Canım fıkam. Yazıştım burun şu özem oylagandım. Çünkü insanlar hazır biz tor dünyada yaşadığımız hem torda özü xalq kösün degan narsalarni chiqirdik ya. Kömüsün degan narsalarni o'zimizga qo'yib qo'ydik ekanmiz-da. Art bo'libmi shu artistlarimizningki, masalan, o'zimni misol olsam, ko'plagan vaqtda artist o'zininki hech qachon tortayotgan jafosini xalqqa demaydi. Bu har bir artistninki bir burchichu, meningcha. Jafosini demaydi. Bizningki hamda amgakimiz butun bo'libmi masalanga Abdullah Abdurayim, masalan, Mo'minjon Abdukim degandek har qanday san'atkorlarni hisobga olsak, bularninki atrat degan narsa borchu. O'zininki atrat. Afsuski, meningki o'zimning atrati yo'q. Hammani o muzika kirishtirish, nima chilish, hamma narsalarni o'zim qilgan bo'lsam-mu, xalqqa shu qilgan jafoyimni ko'rsatmay, muzikaninki shu eng meg'izini ko'rsatalasam, jafosini ko'rsatmay, meg'izini ko'rsatalasam degan bir orzuyim borchu har doim. Shunlar bu qitim hamda buni chiqarganim shu xalqimninki xalqimga shu bir qitim bo'lsa-mu, mening kallamda, ideyalimda nimalar bo'layotidi, qanday o'ylar bo'layotidi, xalq bilmagan narsalarni men qisqacha bir bayonot qilib, shu doston sifatida bir aytib qilpaqay dedim. Qisqa muzika xili yomon emas chiqqanda shuningga sizlarni o'ziringlarga sundim. Yoqtirib olganinglarni umid qilaman. Rahmat. Bu bir bebaha bir eser bo'lib tukam. Patlarda men YouTube'ga chiqarma. Shuni. Balanmay жүрген gaplarimiz, his qilayotgan tuyg'ularimiz bir-birimizdan. To'g'ri. Sizning ijodiyatingiz bo'lib o'tirg'i chiqibdi. Yangi yillik so'g'i bo'lib, hammamizning quluqiga emas, yuragiga. Rahmat. Kirib ketgan bu. Menga o'xshash ko'rayotganlarning hammasining ko'zlariga yoshlar keldi, yuraklari ishtik so'qib, menga o'xshash hayajonlanib. Rahmat. Mushunday bo'ldi. İsminiz, cismingizga loyiq qaysar ekansiz ukam. Rahmat. Men nima deyishimni bilmayapman hozir. Bundoq qilsam bo'ladi aslida. Lekin endi bu o'zim Yolg'iz turib chet elda musofirlik hayotida siz o'zingiz yolg'iz bayon degandek bir atirtingiz yo'q. Hamma narsa mukammal, tartib, shunday bir ijodiyatni o'tirib qo'yibsiz. Jinim ukam, yaraysiz. Tirishman. Sizningki shunchalik yoqtirganingiz o'zi men uchun bir mukofot. İcadiyetimde oylamak bilen bunçlik xalqning yurak so'zini yozadi. Shu bundan keyingi o'zimning kasbiy g'arb muzikasi, g'arb muzika tarixi bo'lsa-mu,
vatandagi shu Ayshugul Muhammad degandek shu muzikantlar bilan aloqamni uzmay shulardan qisqacha oz bo'lsa bilim ilib hamda oz bo'lsa xalqimningki o'zimning emas boya degandek yana qo'shmoqchi xalqimningki shu nimada dilida qandaq ovozlar bor deyanmayotgan shu ovozlarni boshqacha usulda albatta nini san'atkorlarimiz usul orqali rasm orqali she'r orqali qiladi man hamda o'zim muzikant bo'lganligim uchun muzika orqali ifodalab boqay deb qildim xalqimningki ko'nglidagi ovozni shundoq orqali deyalagan bo'lsam shu men uchun bir sharaf Rahmat Cenab-ı rahmat. Uyg'urlar bir-birimizga mehr muhabbet bereyli, yaxshi energiya bereyli deb mana shu mehr muhabbet sizdan men qanig'idek mehr muhabbet evattım men shu konsert orqali bu ekranda da'vogan gapim emas. Siz mening shuncha talant ufkum bor ekan-ku, bizning Uyg'ur shunday bir talantli yigitimiz bor ekan-ku deb mening bu yig'im ko'nglim yerim bo'lishmi bor, faxrlanishim bor, nayte bir nima deyman, hayajonligimmi bor, hammasi ardosh. Yig'lamasam yaxshi bo'lardi, aslida xo'shallik beraman deb. Xo'shallik bo'lsin chunki Bayram qilaman deb chiqqan odam bu yangi yilda mana sog' salomat, icharim zaxmlanmay, hammamiz sog' salomat qo'limiz, ko'zimiz, hamma narsa sog' salomat shunday kirgimiz o'zi bir yaratuvchimizdan kelgan bir baxt emasmi? Shuning o'zi biz uchun bir xo'shallik hisoblanadi. Shunga rahmat. Sizga rahmat. Instagramdagi vaqtimizda yomon ko'pchilikmi ko'ngilni ifodalaydi. Menga chiqib shunday ko'nglim yerim bo'ldi. Shu anglag'uchilarimizning qalb so'zlarini anglayolmadik deb men shularga vakolatan sizga hissiyotimizni yetkazib turman. Unday bo'lsa yana davomlashtiraylik. Tamam. Endi hammamiz shu xalqimizningki dil sadosi sifati bo'yicha yozilgan shu g'ayritimni sinema dunyo degan naqshni angladik. Endi azroq bir kayfiyatimizni yaxshilash uchun o'zimningki kichik vaqtimda shu 6 yarim yosh vaqtlarimda Nijat Niyoz dadam va shu ko'plagan shu Xinjiang televiziya stansiyasiningki shu odamlarningki yordami orqali No'ruz programmasiga chiqib aytgan birinchi ulab aytgani muqaddas Qurbon Hadam men bak yaqin u odamga bo'lgan hurmatim cheksiz. Birinchi ulab aytgan shu odam, ikkinchi men izbosar bo'lib aytgan shu ana tiltimar Ata Zulfiqar degan naqshini men qaytadan yezib, qaytadan ishlab qildim. Shuni men sizlarga bir sovg'a qilib aytib beray. Toz sevingan vaqtimizda yangi yilga qo'pdan kiritib boramiz. Rahmat ukam. Rahmat bo'lsa. Allah tam insanlar bulacağım. Ata dursa Zulfiqar, güreşte baş eğer mu? Ata dursa Zulfiqar, güreşte baş eğer mu? Adilarının koy gözü, cıldılar keçini. Atılarının yıltızı akar tartan çeçini. Anilarının yıltızı yıldılar keçini.
Yıldızlarının yıldızı Akar da tam çiçini Ana diyen tıltılar, ata diyen zulkar. Ana diyen tıltılar, ata diyen zulkar. Ana diyen gamgızar, ata diyen medetkar. Ana diyen gamgızar, ata diyen medetkar. Ana diyen gamgızar, ata diyen Evet. Kayserni görüp o'tdaganlar, kichik vaqtida kuyganlar taniydiganlar, Kayser o'zgaribdimi? Kayser, men qarasam siz o'zgarmabsiz jimo. 5 yosh vaqtingizda shu yuzingizning yerimi ko'z, vaqtdek ko'zlaringiz bilan mushuni degan aytib, mushuna qilib Şunun özü bir baxtçımı. Men özüm 89-yılı tug'ilgan. 31 hozir. Lekin asli o'ylagandim kichik vaqtimda 31ga kirsam, kichik vaqtimda o'ylabdim, 30larga kirsam cho'qim undaq nima bo'lib ketaman deb o'ylagandim, lekin sezmayapman. Qachon bu urdiganda 30 kirding deb hozir kutib turyaptim shu. vaqtingizda anaqa denschiga bo'yingiz yetmay o'rindiqqa chiqarib qo'ysa, mushundaq qilib turib, bek yarashgan bu naqsha. Shundaq chiroyli qizimiz Muqaddasning aytganini anglab, keyin qarasak bir ummaq yigit siz aytib chiqdingiz, qarmayni bir keltirayotgan tinglashganga. Ajoyib. Shu vaqtlarga qaytgandek bo'ldim-da hozir. U hadamga ko'z tagmasin. Hozir buni Teksasda turyapti. Biz bir qitim ko'rishdik. Ko'rishib, shunda jiq paranglashib, yana burunqidek shunda chiroyli, go'zal turibdi. İşleri shunda ravon. Har qanday hanim bo'lsa, shu artistimizning birisi yurtdosh, o'zimni qarmayliq emasmi? Yurtdosh ko'rishib shunda xo'shib qoldim. Xuddi tarixga qaytadan shu qaytgandekchi. O vaqtlar ne kadar güzel o'zingiz o'ylab baqsangiz, güzel vaqtlardi-da. Shunga sevgindim shu vaqtlarni. Shu banada undaq bo'lsa, biz chiroyli go'zal artistimiz, naqshchimiz Muqaddasga yangi yillik salomimizni yo'llab olaylik. Ko'rayotgan bo'lsa, Muqaddasda sizga siz aytmagan bo'lsangiz bu naqshini qaysi naqshni men aytib qo'ydim. Ben ko'rlarga mehmon bo'lib kelinglar, mana Muqaddas oldinglarga chiqib biz kutib olaylik, Xudoyim buyursa. Cho'qim. Bo'ladi, Qayserkam, shundaq chiroyli yangi yilga kirib ketyapmiz mana. Rahmat. Shundaqda yana davomli qulog'imiz sizda. Rahmat. Endi tuvandagi naqsham, albatta bugungi bu konsertga cover song degandek masalanga boshqa bir mutaxassisniki yozgan naqshisini o'zim aytish bu xiyolimga kelgandi. Lekin o'ylab baqsam, o'zimningki ijodiyatlarini menimcha o'sha xalqimga aytib bersam, ular uchun bo'lsa bir yangilik hisoblanadi ekan. Men uchun bo'lsa bir xil yangi bir hissiyot paydo bo'ladi ekanda, bu narsalarni aytsam. Shunga bu konsertimdagi shu boshda ikkinchi qatam aytgan, ikkinchi o'rinda aytgan bu g'ayratini sinama dunyo degan bir amdi aytmoqchi bo'lgan o'zimningki ijodiyati javob ber hayot. Javob ber hayotni uni aytqili yozg'ili xili uzun bo'lgan meningki hamda shaxsancha o'zim yoqtirib aytadigan naqshlarimningki biri hisoblanadi.
Şuna şu icad ettim. Cevap ver hayat degan naqshamni sizlarga huzuringlarga naq maydonda aytib bermoqchi. Köpten köp rahmet. Rahmat. Sizde fikir. Gül sunup geldin hayat, hoş bulup aldın pura. Uç dedim, verdin kanat, özgile kaldı kara. Kül dedim, külge verdin, külgem yandı. Çok olup ben bilen küldü, cahan tuman mı ketti taraf. Köydüm ecep gülhan bunda ne kılsın. Otlarım meşrikte yandı, mağrib mu köydü, lavulda dur dedim, yürü dedim, halimni hiç koymadım. Bugün yetti hardu, meşhur kaldım alsırap. Yaşaştım ben asilime, ey hayat sorayı sendin, Çin hakiki vergin cevap. Ey hayat sorayı sendin, Çin hakiki vergin cevap. Çin hakiki vergin cevap. Tenge yetken malame, esli u hiç emez. Ey hayat, ezdim kümülni, dil perişan yığlap sıra. Artıkım yoktur hayat, yine sen varım benim. Bana bir tevfik vergin, çekmesin kalbim azap. Köydüm ecep gülhan onda ne kılsın. Otların meşrikte yandı, mağrib bu köydü, lavulda dur dedim, yıgır dedim, halimni hiç koymadım. Bugün yetti hardım, meşhur kaldı hal sıra. Yaşaştım ben asilime, ey hayat sorayı sendin, Çin hakiki vergin cevap. Ey hayat sorayı sendin, Çin hakiki vergin cevap. Çin hakiki vergin cevap. Rahmet.
O, sizin mikrofonunuz takka kadar. Mikrofonumni ichishni unutib qilib hayajonlanib so'zlab. Her ikili əsrinizdə nəhayət çonqur məna, təkrarlanış yo'q. Shunchaki chonqur Rahmat. ma'nilik chiqibdi. Haqiqatan mushu yangi yillik konsertimizga mushundaq cho'ng so'g' bilan kelganingizga men yana bir qatim rahmatimni bildiraman. Rahmat. Azroq mishada Qaysar aram olsin. Shu banada men biroz Qaysar to'g'riliq ikki yurak gapimni qilg'im bor. Qaysarning bugünkidek bizning yani Uyg'ur xalqimizning suyimli bir artisti bo'lishida ajoyib bir ajrlar bor ekan. Men Qaysarning o'zidan anglamadim buni. Qaysarni bundan burun Tarım Torbitim aşındaq yerden bir Uyghur balımız İngiliz tilde interview qıptı, söhbet ötküzdük. Men şunu qayta anlaş jarayonida bek Qaysarni texmo yaqindan tanigandek boldum. Qaysarning bugünkidek bir san'atkor bo'lishida Qaysarning o'zining butun qo'lidan kelganini o'tirg'a tashlashdan boshqa dadisining ajoyib cho'ng bir qurbonligi bor ekan. Dadisi Qaysarning 2 yosh vaqtida bir muzika qo'yib qo'ysa oilada shu muzikaga putlarini, qo'llarini shundoq keltirib, nima deymiz, ashuna beatga qilganligini ko'rgandan keyin dadisi mening bu bolamda muzika sezimba o'xshaydi deb shu vaqtlarda bir shaharda bir ikki dancing deb qo'yamiz ham shundoq batdi. Mush Qaysar 4 yosh vaqtida dadisi bo'lmasa u yerda qarmayda maylan ishchi bo'lamiz. Shu chog'dagi maoshlari bilan ishinib shu oilasidan dancingni bir olib beribdi, dancingdan birini. Mening ko'rgan vaqtim shu tiltomarni aytgan 5 yosh vaqtidagi ash dancingni chapshiga vaqtida. Andan keyin yana Urumchida Qaysarga bir ustoz, pianino ustoz, ustozning ismi Tumaris Musavayevga tatarg'u deyman bildi. Mushu ustozni tepib, shunga shogirdlikka berdigan vaqtida dadisi qanday qilibdi desanglar, har shanba yakshanba kunning birida Qaramaydan avtobusga o'tirib, Urumchiga olib borib, shu muallimdan 1 soatlik darsni olib, yana qaytib keldik uyga. Mushunda qilib necha yil davomlashtirgandan gapi bor. Men buni anglab, miyadin bir 40 minutlik yerga bolalarimizni darsga olib boradigan shu qattiq o'ylashimiz uchun shunchalik ta'sirlandim Qaysarning Qaysar bo'lishida. Dadisimi Qaysar bir odamning o'zining badli bilan emas, dadisining balki butun oilasining. Endi Qaysarning meg'izini ko'rdiganlar biz Uyg'ur xalqi. Qaysar oson bugungi natijaga erishmabdi. Shuningga umidim Qaysarni butun dunyodagi Uyg'ur millati yaqindan tanıskan, texmo tushanskan bo'lsa, fursatlar bilan mushu bir san'atkorimizni boshqa qadrlanayotgan san'atkorlar qatorida qadrlab, mushu Qaysarga yarashadigan fursatlar bo'lsa, cho'qim berib, mushunchalik jiq badallar natijasiga kelgan mushu bir mevimizni qadrlasak degan bir umidda o'zim ash intervyudan keyin mushu hissiyotga keldim. Agar bugungi bu konsertimiz yangi yillik konsert bo'lmay intervyu bo'lgan bo'lsa, suhbat bo'lgan bo'lsa, men siz bilan qanqadek paranglashib mushu uchurlarni xalqimga sunatdim. Afsus, bu bir bayramlik konsert kechiligi bo'lib qoldi. Shunga gap tutqim yo'q, ammo men mush gapimni ko'pchilik sung'im kelganda Salomlashtirsak bo'ldi Qaysar. Rahmat ada, rahmat siz. Men to'g'riliq ko'p izlanibsiz. Yo. Qoyil bo'ldim sizga. Tanımay turib chiqib qolmay, zodi tunib baqaylab, tonigan seri kechikkanligimga bir tarafdan pushmon qilgan bo'lsam, yana bir tarafdan ajoyib suyundim. Umidlarni kutdim. Balkim Qaysar nurg'un shogirdlarni yetishtirib chiqaradi. Onun birisi belki mening qizim bo'ldi yoki mayli qayerdagi bo'lmasin bir Uyg'urning farzandi bo'ldi deganga o'xshash nihoyat go'zal umidlarni kutardim sizga qarab. Albatta. Bir iliqi, nihoyat qimmatli bir narsamiz bor ekanda, boydek his qildim o'zimni hisobda. Chet ellik Uyg'urlarmi biz uncha yo'q emas ekan, hamma narsamizni ozroq bo'lsa bor ekan deb xush bo'ldim. To'g'ri, to'g'ri.
Ben hem de şu dadamninki hakikaten hem de az çıkamadı ben ömrüm ahırgacha nefsim to'xtag'ichilik tirishsammi o dadamninki unda qilgan ajrni man manga to'laolmayman afsuski. Chunki u vaqtlardagi avtobus sharoiti baklam nachardiku ada siz o'qisiz. To'g'ri. Par birda bor, birda yo'q, aniq parmi Par yo'q. Shu vaqtda ba'zi avtobuslarda ba'zida yerda uxlaydiq. Avtobusniki nima deydiku yerda. Anikiz baklam jaloq mangati qisqa yo'lni tanlaymiz deb. Qisqa yo'li 7 soat, 6 soat mangati shu avtobusda. Atdigan soat 6da chiqib, darsimiz tush soat 1da boshlaydi Tumris muallim. 1da boshlaydi, atdigan soat 6da shu Mingyuanlik Nurpaqqa boramiz deb. Avtobusga bir chiqsak 6dan bir 12:20lik bordiq. 12:20dan palloq bo'lib Mingyuandan jiroq bir yerga onunda ya taksi ya avtobusda o'tirib berib bo'g'ishlik. Karantasda bordiq. Aşağıda yerib hasırab kirib bilan qo'lim yuvib bilan hasırab bilan boshlaverdim-ku. Shunga ilqi mush Amerikadami piano kasbiga kelganda nimishqa men Amerikaga kelgandan xursand desangiz shu dadamninki mushu tirishqanligi ham muallimimninki tirishqanligi tufaylidan ilqi chidamchanlik paydo bo'ladi ekan. Chunki san'atkor bo'lish sifatimiz bilan ba'zida yarim kechada mushu masalan o Kennedy Center deymiz yoki bo'lmasa New Yorkdagi o'xshamaydigan yerlardan tuyuqsizdan yarim kechada telefon qilib bilan palonchi yerda konsert bor degan manchida mana sen deb telefon qilib qolsa muzikant bo'lish sifatimizda tayyor bo'lib turishimiz kerak ekan-ku. O chog'da bu texnika bo'lmasin mayda, quloq o'tkirib bo'lmasin mayda, hamma jihatdan mushu dadam shu vatandagi Tumris muallimim O'zbekiston Toshkentdan taklif qilingan Svetlana Abdukarimova deb bir muallimim bor. Anikiz marhum tugab ketgan Richard Mercier deb shu o'qituvchim vatanga berib shu chog'da master class bergan. Shular orqali chiniqdim-ku. Bo'lmasa endi albatta o'zligidan tirishdi deb gaplar chiqadi, lekin odam bir tal ko'chat o'zi yolg'iz bo'ronga qarshi tura olmaydi-da. Shunga shularninki ajri bo'lmagan bo'lsa, men bunchalik bir darajaga yetolmaydim. Shak shubhasizki yetolmaydim. Shunga shularga rahmat. Haqiqatan shularga rahmat. Shu. Qaysar bizniki hesabda mana men kelam fikam bizga yangi jin o'tkazib turing dedim, o'tkazib turyapti. Biz yeydigan meva bo'ldi bugungi kunlikda. Ammo bog'ini kim bo'ldi? Keynidan dadisi o'zi butun o'sha hozir 31 yoshga keldim deydi. 2 yoshdan boshlagan bo'lsin, bo'p 4 yoshdan 5 yoshdan deyli. Hozirgacha bo'lgan tirishchanligi, vatandagi tirishchanligi, shu men aqlim hayron qoldi. Voy Qarmaydan Urumchiga berib shu chog'dagi 7-8 soat avtobusda o'tiradigan yagimi berib dars olganmi bormidi? Biz hech nima qilmabdik bal tarbiyalash uchun deb ketdim. Mushundaq ajr qilib hozirgidek qaysar bo'lishi faqatlam xalqining bir san'atkori bo'lish. Bugungi kunlikda mana shundaq bo'ldi. Qaysar bizningki, bizning san'atkorimiz. Agar Qaysar Mishadiki mushu Kanadaning, Amerikaning san'atkori bo'lgan bo'lsa, qanchalik o'rinda turadi, qanchalik bir qaysi darajalik san'atkor bo'ladi. Afsus bizda shu sharoit bo'lmag'achqa amal yo'q. Qilgan ajr tog'dan eshib ketgan bo'lsa-mu, Qaysar yanada yolg'izlik qilib qo'yadi, o'zining talanti yetadigan, qobiliyati yetadigan, aqli yetadigan ishlarga yolg'izlik qilib qo'yadi, sharoit to'liq yer bermayotdi. Shundaqdimi bugungi bizga kelgan mushu sog'lar natijalar yana nima deymiz, xuddi bir rekordni buzgandeklar bir natijaga o'zining qiyinchiligidan eshinib atrofidagilarning g'amini sovg'a qilish ajoyib bir go'zal ish. Men bugun shunday qimmatli sovg'a, hayotimdagi qimmatli sovg'ani oldim sizning Qaysar akam. Men haqiqatan hayajonlandim. Rahmat bu gapim. Adabiyot o'qigan bo'lsam-chi, texnik to'liq ifodalaydim. So'zlasam, fikrim turib qadamlamayapti. Voy ada, rahmat. Nima? Ko'p rahmat. Reklammoqdingiz meni.
kamlık kıvatıdı. Mening sizge bolgan bu düşüncemden keyinki hissiyatlarımda Qaysarni qandaq qilsak bir qadriga yetamiz deydigan yerga kelketdim-chu men. Meningki Qandaq qilib qadrlab, qandaq qilib parlasak bo'ladi, qandaq qilib foydalansak bo'ladi degandek-chu. xalqimninki va o'zim hayron qilyapman hozirga qadar nima ko'plagan vaqtda kuchab kuchayolmaydigan vaqtlarimda xalqimninki shunaqa unutib qolmay yanala shu nomimni shu qaysar deb meni shundoq ko'tarayotganninki o'zi bu bir shuning o'zi bir qo'llashchu men uchun. Chunki xalq unutib qolsa san'atkorni mangu taraqqiy qilolmaydi. Shunaqmi? Shuning xalqimninki ta hozirga qadar o'zimmi hayron masdan qilyapman. Hozirga qadar unutib qolmay buni shunchalik meni ko'tarib qaysar deb shunaqa qilayotgan kishilarni ko'rsam men texmi tirishsam bo'ladi ekan deb texi oldimda yo'l uzunchu. Shunga bu hayotimdagi birdan bir qiyinga singib ketgan bir kasb bo'lgandan keyin o'zimning bir ikkinchi tabiatimga aylandi. Undan keyin hargiz men to'xtamayman. Bu texi menimcha endi bu texi boshlanishi deb hisoblayman. Tirishing ukam. Bizlarni shod qilib tirishing. Biz qo'llab sizni tag'ulab yo'layli. Siz butun kuchingiz bilan tirishing ukam. Undaqda yana konsertimizni davomlashtiraylik. Bo'ladi. Tuvanki naqsham meningki bir odatim bor. O'zim yoqtirgan mushu san'atkorlarga omad deydi yoki bo'lmasa bir hurmat bildirish, ta'zim berish degandek shunaqa bir odatim bor. Xuddi birinchi naqshamni aytgan Navruzgulim Mahmud Sulaymon ustozning naqsini shu ustozni eslab aytganga o'xshash. Men O'zbekistonda turayotgan san'atkorlarga cho'ng hurmatim yetib ish ketadi ba'zida. Mushu 80-90 yillarda ko'p shu o'zbek millati ham Uyg'urlarni titirtalagan san'atkorlarimizningki masalan Muhriddin Xoliqov deymiz, Sherali Jo'rayev deymiz, Axunjon Madaliyev deymiz. Mushularningki naqshlari odamni haqiqatan hayron qoldirdi-chu. Chunki o'zgacha bir uslubda aytib shundoq yashab kelgan naqshchilar. Bularning orasidagi marhum tugab ketgan Axunjon Madaliyev deydigan artist san'atkor ustozimizningki aytgan bir go'zal intayin men uchun shaxsancha men uchun hisoblangan intayin bir go'zal bir naqshi bor. Bu naqshini shu yosh vaqtida bu artistimiz ustozimiz aytib jahondan biz bilan xo'shlashdi. Axunjon Madaliyevningki aytgan men bo'lmasam ham deydigan bir naqshisi bor. Men shuni qaytadan kirishtirib, men qaytadan yezib chiqdim. Shuni men sizlarga bir o'rinlab beray. Yoqtirib olasiz. Evet. Tekstimiz sizden. Bahar günler taqaveradi. Akar sular oqaveradi. Bahar günler taqaveradi. Kimdir sizga yoqaveradi. Bu dunyoda men bo'lmasam ham kimdir sizga yoqaveradi. Bu
bu dunyoda men bo'lmasam ham uchib ketgan turnalar qaytar qarg'ochlar qo'shig'ini aytar uchib ketgan turnalar qaytar qarg'ochlar qo'shig'ini aytar kimdir sizga dardini aytar bu dunyoda men bo'lmasam ham kimdir sizga dardini aytar bu dunyoda men bo'lmasam ham Süzer şafak deryasına ay saçaverar yulduzlar çırayı Dolar deniz yotga erkatoy bu dunyoda men bo'lmasam ham qolaverar muhabbat mangu yo'qolmaydi shodlig'u qayg'u boshqa qo'lda choladi cholgu bu dunyoda men bo'lmasam qolaverar muhabbat mangu yo'qolmaydi shodlig'u qayg'u boshqa qo'lda yig'laydi cholgu bu dunyoda men bo'lmasam ham boshqa qo'lda yig'laydi cholgu bu dunyoda men bo'lmasam ham asli hayot o'zi haqiqat demang jonim bu yomon niyat asli hayot o'zi haqiqat men ku sizni izlardim faqat bu dunyoda bo'lmasangiz ham men ku sizni izlardim faqat bu dunyoda bo'lmasangiz ham bu dunyoda bo'lmasangiz ham bu dunyoda bo'lmasangiz ham rahmat. Bu haqiqatan Yaxshi. nima bu apandimninki Ahunjon Madaliyevning aytgan takchiq naqshlari bor. Hammamizga tanishib bo'lgan qaysi nima ma'nosi ham kun yurak ham guzor yurak bechorani xo'rlasang bo'lmas seni bugun ko'rishim kerak seni bugun ko'rmasam bo'lmas mushniki asli dastlabda aytib chiqqan adam shu Ahunjon Madaliyev apandim bo'ladi shunga Tekrar anglab oldik bu naqshini sizdan. rahmat Rahmat. endi keyingi naqsham hammamizningki shu xalqimizning Uyg'ur xalqimizga intayin
cho'nqur o'rinlagan xalq kuylarimizning biri Zöhra Canım bo'ladi. Men Zöhra Canımni men piano bilan o'rinlab bermoqchi. Zöhre Canım faslin izlep Rakip koliga düştüm emdi Gece gündüz didar izlep O'tdek yenip öçtüm emdi Ömrüm ötdi tinmayıqlap Gözüm qanliq yürek zerdab Mana aqibet buldum xarabe Özge yurtqa düştüm emdi Mana aqibet buldum xarabe Özge yurtqa düştüm emdi Zemini basın ahim minin Ellektin aşsın zarim minin Perişandır halim minin ey Yarden cüda buldum emdi Perişandır halim minin ey Yarden cüda buldum emdi Mutellip derler namim kaldı İman billen zalim kaldı Mutellip derler namim kaldı İman billen zalim kaldı Ecel meni koynuğa aldı Armağan bilen
Rahmat. Qo'lim ketdi. Mikrofonimiz taqaqadi. Her qitim Qayser dep mikrofon qılıp hemmeyle yaxşı gördiğen, sevingen yana bir nakşımızda anıp aldık sizden. Rahmat. Sizin anlap texmi hoş bulavatımız. Rahmat. Davamlaştıraydı, undaq olsa Qayser. Tamam. Çok yaxşı çıkıp olsun. Aa, Lekin manda xapamaysiz, Qayser gepingizni qoldimmi? Manda bir gap qistirib qo'ygim kelyapti. Biz asli Qayser ikimiz hozir 12gacha birga hammaylar sanab turib kirishni orzu qilgandik, lekin qarsak vaqt o'xshamaydi ekanda, bizning qarindoshlarning tug'an yerining vaqt o'xshamaydi ekan, hech kimga egshamaydi ekanmiz. Shunga biz Qozog'istondagi qarindoshlarimizning vaqtidan burunroq bu konsertni o'tkazib, ularga yangi yil muborak bo'lsin davolaydi deb bugungi mush vaqtni tanladik. Hammalardan burun davolaydi anandikin. Hesap bo'lsin yangi yilga deb. Aslida shu Qozog'istondagi Parvoz kanalining qurg'uvchisi, ya'ni Darvish ansamblining direktori deyman mening bilishimcha, Rahmat aka buni o'zining kanalida live qilishni nihoyat xursandlik bilan nim qilgandi, qabul qilgandi, ammo bizning bu yerga StreamYardni Qozog'istondagi nimada live qilib bo'lmaydi ekan, upload qilib bo'lmaydi ekan. Shuning bilan amal qilib menga rekord qilib yo'llab beringlar, men chiqaraman deb ashnaq dedi. Xudoyim bo'lsa buni ashtorbatga qo'yishga tirishman. Mening YouTube kanalimni aytdi, yangi hech kim ko'rmagan bir kanal bo'lib qoldi. Xudoyim bo'lsa ko'pchilikni ko'rish uchun yana davomli tirishib amallarni qilamiz. Unda davomlashtiraydi Qayser. bo'ladi hada. Amaladinki yoqtirib anglamayotganlar rahmat. Tuvan ikki naqsha endi mana yana ikki naqsha qoldi. Mushu ikki naqshiningki birsi Seg'inish degan naqsha. Bu naqshini chiqib xililam hamma kishilar shundoq yoqtirib anglab kelyotidi. Dilshod Raidin bilan yana bir artist bor, trombon chaladigan, ismini qoldi. Bu yerdagi san'atkorlar bo'lsa biladi. Shularninki bir aytgan naqsi bor. Ba'zilar uni Seg'inish deydi ekan, yana ba'zilar uning temasini O'stan bo'yida deb ataydi ekan. Shuningga men O'stan bo'yida desam bo'ladi. Shu naqshni piano orqali Dixanmı ila qag'insining ismi? Dixanmı yo last namesi Dixanmı, bir Dixan degan gap bor. shunaqa bir nimasi bor. Shuni izlab topaman. Sizlarga piano orqali aytib beray dedim. Yoqtirib olgaysizlar. Evet. O'stan bo'yida saqlaydim seni, o'zimni ko'rmay seg'indim seni. O'stan bo'yida saqlaydim seni, o'zimni ko'rmay seg'indim seni. Qora qoshli go'zal yorim, ishqimda izlasam maytijini. Qora qoshli go'zal yorim,
tasmudu Hammuatıdu Keçmi boğdu Muhabbetleşmek Şünce tasmudu Ayga qarab Naqsha etsam Kuylarımda yüreğim kuyuvatıdı Ayga qarab Naqsha etsam Kuylarımda yüreğim kuyuvatıdı Kuylarımda yüreğim kuyuvatıdı Rahmet. Yana bir naqsh qaldı dediniz. Usulluk naqşı mı o ya? Şok naqsha. Usulluk, şundaqmı? Yes, şok naqsha. Ha, Usulluğunu hemen tayarlamaptım ben. Lekin şok naqsha. buldu. İsmini de ya. Hı. Bu naqsha bizge tonulgan bir kino var. Qo'shmoqda bir kino. Azil Mejit ayoli bilan biz Abdullah Abdurayim o'sha qo'ring bor deyman. Qatarliq artistlar rol olgan bir film qo'shmoqda. To'g'ri ko'rgan. Shu naqshini men shu kinoninki temasi bu film. Shuni men sizlarga piano orqali o'rnab beray dedim. Rahmat ukam. Qulog'imiz sizga. Bek tas muzika shunga xato qilsa ayb qo'yilmaysizlar. Buldu. Qo'sh kezakdir muhabbet nafrat Bu turmushda ko'pdir qo'sh kezak Qo'sh kezakdir muhabbet nafrat Bahorning bu qarjudoni bor Hadiyaga o'tirlaydi Bahorning bu qarjudoni bor Hadiyaga o'tirlaydi İnsan huyunu bildi. İnsan sen giysen, bilgeysen can yolunu. Dünya düşünmektes insan huyunu bildi. İnsan sen giysen, bilgeysen can yolunu. Qo'shmoqlarga to'lgan bu turmush Gahi qattiq va gahi tatli Qo'shmoqlarga to'lgan bu turmush Baxil saodatga boshlar Hayotlikda to'g'ri yo'l tutish Saodatga boshlar Hayotda to'g'ri yo'l tutish Dünya Şenmektes insan huyunu bildi İnsan Şen giysen, bilgeysen
yolunu. Üşengeysen, bilgeysen can yolunu. Rahmet. Bu nakşını ben Tavukun havası çıkmay kaldı başını çalıma. bunu bugün oylap koşup koyay dedim. Şu olsa tayyorluk. Hoş buyursun. Hallık bir keyfiyat bilen nakşılarımız tügesi olun diye maksat. Hem sizin şu piyaninodaki maharetinizi mı nayet canlandırıp durdu da bu. Pek. Bunu yazmakçı yazıp kısam piyano çalıman deydi. Allah çok baksı bulurdu. Oldu. Nayet yaxşı. Nakşılar bekcek. Sözleşkimiz var, temalarını aytacak. Lekin konsertimizning vaqti ketib atadi. Bizning bugungi konsertimizda yana sizlarga xush xabarimiz, oxirida yana yangiliklarimiz bor. Undaq bo'lsa, men ekranimizga yana bir chiroyli Aydek qizimizdan bireylarni taklif qilay. Oy, Güldiyar kız. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Assalamualaikum, ana yaxshimi? Ben Güldiyar'ın çıkıp gidip enandikini tanıştırgım geldi. Güldiyar bizning Qaysarning gitti bo'ladi. Bu ikkilan mushundaq ikki davlat turyotidi. Ikkilisi o'zlarining yo'lida tirmishib kelayotgan bizning faxrli farzandlarimiz. Güldiyarmı bizning suyimli san'atkor qizimiz. Xudo qo'shgan bir juftlar ekan. Xudoyim bilsa bizga pat arada bularning to'yini qilish nasib bo'lsin. Hatta men turganki, tez qilish jarayonida Qaysarga bir taklifda bo'ldim. İkinglar bir juftlar Vancouverga kelsanglar, biz mush ota-onanglarning o'rnida turib, ikinglarning to'yini qilib bergan bo'lsak, Vancouverda bir qilib olgan bo'lsak, bizning bu yerdagilar munoyati sizni yaxshi ko'radigan, suyadigan, san'atkorlarni qadrlaydigan mushundaq Uyg'urlarimiz bor deb taklif qilib oldik. Bu ikkisiga o'ynashga tashlab qo'ydik. Xudoyim bo'lsa, ikkisining ma'qul deb bu fursatni menga, bizning oilaga shundaqla Vancouverga berishini men to'rt ko'z bilan kutaman. Undaq bo'lsa, bugungi mushu bizning go'zal oyuzlik Qaysar o'g'limizning jufti Güldiyar qizimizning o'zi söygen Uyg'ur xalqiga mening borim xalqimning deydigan mush qizimizning bir yangi yillik sovg'isi bor ekan. Undaq bo'lsa, qani Rahmat, rahmat. Aldı bilan ko'rinmanda sizlarga bir salom berday. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlarim. Hammanglarning yangi yilga muborak bo'lsin. Germaniya vaqti. Uylanib o'tirib bir xil. Germaniya vaqti hozir 4:20 o'tdi. Qaqsa hadam şey yasib tayyor o'tadim. Aldı bilan shu shamshnoradimizga rahmat bildirma. Lekin Qaysarning shu konsertini shuna muvaffaqiyatli berib hozirga qadar shuna go'zal chiroyli naqshlarni tomoshabinlarning huzuriga sunganiga Qaysarga rahmat aytaman. Bugun shu tunugim deyishdik Shamsinoradam bilan. Şoňlaşqa 2 gün boplam bir ýeňi usul taýýarlaş mümkin bolmay kaldy. Şundaq bolsumy naq meydan şu özemninki istoýgorumny beden aktimge aylandyryp bir usul ep geldim. Yani şu bizdeki Atış halak naqşy Ala Nurxan. Şu naqşyga usul ep geldim. Söýgen qalbyňyzga köpden köp rahmet sunup. Rahmat. Ýaktyryp huzurlangayslar. Ən mühimi şu halkımga, vatanimga bolgan segynişim, milletimge bolgan muhabbetim hemeden bek mühimi şu milli özümüzdeki Uygur ananawy sanatyymyzga bolgan çoňqur hürmetim bilen dendeki usul nazarlaryňlar sunaman. Sizde onda olsa. Kompüterni ýakyp Bu şahtın iniq körelen dikensler.
Bir olay olsa niye görünse pek yaxşı bo'ladi. Bir şeyde yaxşı görünəmdik ya. To'xtatdi. Ha, bu ko'rindi, lekin sal ko'rinadi. Yakma. Endi bir turib beqma shaga berib. Endi yaxshi. Yaxshi. Hey. Atışta ziyem kalbi Elamırhan belgen upuzun kalbi Atışta ziyem kalbi Elamırhan belgen upuzun kalbi Koylarda gözüm kaldı, gökte yıldızım kaldı, gökte yıldızım kaldı. Koylarda gözüm kaldı, gökte yıldızım kaldı, gökte yıldızım kaldı. Alamırhan kimi uzun sisem Oğrağımdan sisem Alamırhan kimi uzun sisem Yolida cım kulağım Nur elamım özisem Nur elamım özisem Yolida cım kulağım Nur elamım özisem Nur elamım özisem Sağımda ziyem kaldı Elamırhan Kullarda ziyem kaldı Elamırhan Kullarda ziyem kaldı Tutlar omuzum kaldı Bana ver nuruzum kaldı Bana ver nuruzum kaldı Tutlar omuzum kaldı Bana ver nuruzum kaldı Bana ver nuruzum kaldı Bana ver nuruzum kaldı
Ay, Chiroyli o'ynatmadingiz, chiroyli qiz. Usudimi chiroyli, o'zimi chiroyli qiz, ko'rsakmi ko'r. rahmat. Ko'rib o'tgan qarindoshlarimizning chiroyli gaplarini o'rtoqlashdim ko'pchilik bilan. Rahmat. Endi Qaysar ikkanlarning shunday bir juftligiga hammamizning maslaga keladi. Ko'zdagimiz ikkanlarga. Xudoyim bo'lsa chiroyli bir oilanglar qatorida bo'lib ketsin. Ikkanlarning shu bir tankash qilib Qaysarni olib aytib sizning o'ynaganligingizni bir yerim naqsh bo'lsinmi? Ko'rgan bo'lsak. Qaysar ukam. Qaysar mute qilib qo'ydim. Oh, yaxshimi? Tankash odat ko'rgan bo'lsak. Ben Güldiyar bilan so'zlashib shu naqshi to'g'riliq qaysi naqshiga o'ynaysiz deb shu desam, mush naqshni tanlab ekan. Men tayyorliqsiz bo'lib qolibman, shunga men shu agar o'ynayman desa, men naqshini birini aytib bersam bo'ldi. Ma vaqt munosabati bilan yerim naqshiga o'ynatib bir ishkanlarni o'zini bir ko'rgan bo'lsak. Ma'qul. Albatta. Navbat olsa Gulyorxon aytib chilib aytib beray. Gulyor. O, miyada kommentlarni ko'rgan. Hayatım şimdi çıkarıp kullanmaptı mı? Yaxşı kommentler bakan yok. Okay, başladım ben sen. Oldu. Kommentler. Gül gül yar emmes mu ay yurtum peşke emmes mu? Gül gül yar emmes mu ay yurtum peşke emmes mu? Bizni yaman diyenler özü veyran emmes mu? Gül yar han vay boyların saz fayda dey. Bizni yaman diyenler özü veyran emmes mu? Gül yar han vay boyların saz fayda dey. Size kılma diyenler vay setenli Allah'ım söyleyenler. Size kılma diyenler vay setenli Allah'ım söyleyenler. Ayda yılda kep koyup yürek bağrımı ezgenler. Dünya han vay boylarım saz vaydaday. Ayda yılda kep koyup yürek sazımı ezgenler. Dünya han vay boylarım saz vaydaday. Kichkina qara ko'z aldamalı xasir ko'ranga borgan bu. Aldamalı xasir ko'ranga borgan bu. Ashmi qarang'uda aldamalı xalas ko'rdingmi yolg'on. Ashmi qarang'uda aldamalı xalas ko'rdingmi yolg'on. Demedim aldamalı xasir ko'ranga demedim Allah ballı xan sen çıkmaysan demedim. Rahmat. Köp rahmet. Uykumuzni buzib, Voy yoqay. mening suyimli Uyg'urlarimni xo'sh qilaman. O'zimda batalantimga qo'limdan kelgani xalqimning deb meni qo'pab, mushundoq tayyor bo'lib, jinim ukam. Rahmat sizlar uchun. Xalqimiz uchun har zaman narsa yuradi. O'zimning nomida men sizga ko'p tashakkurni bildiraman. Rahmat. Konsertimizni tugmaydigan ish yo'q deb oxiriga kelib qolyapmiz. Qaysar bulutlar arasida degan naqshingiz bilan bugungi konsertni oxirlashtirsak bo'ladi. Bo'ladi, chataq yo'q.
Çatak yok. Bulutla arasıydı, ay çıkıpla külgende. Bulutla arasıydı, ay çıkıpla külgende. Könglim minin yığlaydı, yar yadımga yetkende. Könglim minin yığlaydı, yar yadımga yetkende. Gelecek çağlar idi şu, men yar bilen oynayan. Gelecek çağlar idi şu, men yar bilen oynayan. Sular geçip geçide, deryara boylayan. Sular geçip geçide, deryara boylayan. La 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 Sular geçip geçide, deryara Rahmat. Hammalarning yoqtirib olganinglarga rahmat. Sizning mikrofoningiz taqab kelmadi. Ben hayacanla unutib ketdingiz. Mikrofon degan bir qitim esim kelib qolmadi. Faqat xo'shligim yo'q. Amal qancha. Bundaq fursatlar yana oldimizda ko'p. Xudoyim bo'lsa, hamma Uyg'urlar yig'ilib bir yerda yangi yillarni qarshi oladigan kunlarmi kelar. Unda biz butun qo'limizdan kelishicha xo'shallik beramiz. Yangi yilga xo'shal kirsak, xo'sh bo'lgan ishlar nasib bo'ladi deb mushunchalik qo'limizdan kelganini qildik qarindoshlar. Yarmay qolgan yerlar bo'lsa, kang qo'saqlik qilib kechiringlar. Biz bundan keyin texnik yaxshilashga tirishamiz. Qaysar ukam, siz mushu studioni tayyorlab, uskunlarni uydan akilib, hisobda tunigundan boshlab yugurib ishni tayyor qildingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keyiningizda sizni qo'llab, men o'zimning asarimni qo'shay degan Guldiyar singlim, ay yuzlik singlim, sizga ko'p rahmat. Chiqqanlardan cheksiz suyundim. Unda bo'lsa, omon bo'linglar. Rahmat hammalar. Ekran oldidagi qarindoshlar, yangi yilga xushal-xuram, chiroyli, yaxshi tilaklar bilan kiraylik. Yaxshiliklar bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ko'rib bergan qimmat vaqtinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Omon bo'laylik deyman. Rahmat. Sizga shu yerda omon bo'ling. Yangi yilingizga oldindan muborak bo'lsin. Rahmat. Yangi yilinglar muborak bo'lsin. Rahmat dada. Hammalarning yangi yili muborak bo'lsin. Yangi yillar yangi yutuqlarga erishgaymiz inshaalloh. Unda bo'lsa, ko'pchilik bilan bir yerda xo'shlashaylik.